Srechko Katanets haqida gap ketganda odamlar ikki tomonga bo'lindi. Ba'zilar mas'uliyatli o'yinlarda kasalligini ro'kach qiladi. Lekin taqdirlash marosimlari bo'lsa yetib kelishga kuch topadi deb unga achchiq gaplar aytishdi. Ammo Katanets bunday jirkanch gaplarga birgina amal bilan javob qaytardi. Davlat rahbari tomonidan sovg'a qilingan BYD avtomobilini tarjimoniga tuhfa qildi. Katanetsning rejasi oddiy edi. Barqarorlik. U har safar deyarli bir xil tarkibni maydonga tushirdi. Eksperimentlar, turli xil sxemalar, yangiliklardan yiroq. Shunday qilib, futbolchilar o'z o'rnini, rolini, vazifasini mukammal bilib oldi. Ko'rindiki, bu murabbiyimizda oddiylik orqali yirik natijalar sari qadam tashlash niyati bor edi. Afsuski, u xasta edi. Shifokorlar unga hayajon, siqilish taqiqlangan deyishgan. Shunday bo'lsa-da, u terma jamoani jahon chempionatiga olib chiqish uchun borini berdi. Futbolchilar ham shu ruh bilan maydonga tushdi va nihoyat orzu amalga oshdi. O'z navbatida Timur Kapadze ham Srechko Katanetsning fidoyi mehnati davomchisi bo'ldi. Katanets nafaqat yaxshi murabbiy, balki insoniy fazilatlari bilan ham qalblarda qoldi. Unga tashakkur bildirib, sog'liq tilab qolamiz.